Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga o'zbek shoiri va jamoat arbobi Abdulla Oripov haqida ma'lumot beraman. Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida Qashqadaryo viloyati Kosonsoy tumani Nekus qishlog'ida tug'ilgan. 1963-yil Abdulla Oripov universitetni a'lo baholar bilan tugatib, Yosh gvardiyachi tahririyatida muharrir bo'lib ishlaydi. G'ofir G'ulom nomidagi adabiyot va san'at tahririyati muharriri va bosh muharriri, Sharq yulduzi jurnalida bo'lim rahbari bo'lib faoliyat yuritadi. 1972-yildan 1982-yilgacha Abdulla Oripov O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi bo'lib faoliyat yuritadi. Yozuvchilar uyushmasining Toshkent viloyat bo'linmasi kotibi, Gulxan jurnali bosh muharriri, 1985-yildan kotib, 1996-yildan 2009-yilgacha O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lib faoliyat yuritadi. Abdulla Oripovning Qush nomli ilk she'ri universitetda o'qigan kezlari bosib chiqilgan. Abdulla Oripovning Bahor, Birinchi muhabbatim, Kuz, Saraton, O'zbekiston, Munojotni tinglab, Otello, Sarob, Dengizga, Malomat toshlari, Oltin baliqcha, Yuzma yuz, Genetika va boshqa she'rlari 20-asrning ikkinchi yarmi o'zbek adabiyotining yorqin namunasidir. 1965-yilda uning ilk she'riy to'plami Mitti yulduz chop etilgan. Uning ketidan Ko'zlarim yo'lingda, Onajon, Ruhim, O'zbekiston, Qasida, Xotirot, Yurtim shamoli, Hayrat, Najot qal'asi, Yillar armoni, Ishonch ko'prigi, Munojot, Haj daftari, Saylanma kabi she'riy to'plamlari bosilib chiqdi. Abdulla Oripov qalamiga mansub Jannatga yo'l, Tabib va o'lim, Ranjkom, Sohibqiron dostonlari mansubdir. 2000-2001 4 tomlik saylanmasi bo'lmish Abdulla Oripovning Sara asarlari nashrdan chiqqan. Abdulla Oripov 1992-yil 10-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi muallifidir.